Nega ko'plab o'qituvchilar yengil metodlardan foydalanishga qiynalishadi? Umuman olib qaraganda yangilikni olib kirish hamisha qiyin hisoblanadi. Men ham birinchi marta osh pishirganimda o'xshamagan. Lekin uni o'xshamasa ham amalga oshiraverishimiz biz bu metodlarni adaptatsiya qilishimiz va metod orqali bolalarda juda ko'p ko'nikmalarni shakllantirishimizga yordam beradi. Shuning uchun birinchi marta olib kirganingizda o'xshamadimi? Bu o'xshamaydigan metod degani emas. Buni bir necha marotaba tajribadan o'tkazish kerak. Bu metoddan foydalanish uchun nafaqat o'qituvchi, balkim o'quvchi ham bunga tayyor bo'lish kerak. Birinchi marotaba bu metodingiz ko'p vaqt oladi. Bolalar dovdirashi mumkin. Nima qilish kerak? Hozir bu yerda qanaqa topshiriqni bajarish kerak degan savollar bo'lishi mumkin. Lekin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi marta bu metoddan foydalanganingizda ishoning vaqt qisqa muddatni olishni boshlaydi. Bolalar ham metodni otini eshitishi bilan bunda nima ish qilish kerakligini biladi va tez vazifalarni bajarib bu jarayonga ko'nikishadi.